Hürmetli vatandaşlık üyelerimizi başlayımız. Bugünkü ıslahı 2024 yıl 2. ayının 3. günü heptige şembe vatandaşım. Endikilik şeyimiz bundak. Mevzumunda vatandaşım, bugünkü vaziyet, yani Cungo'da payçıkla, Amerika baş elçixanasının tor bitigi kirip, söz kaldırıp, fikir yazıp, Amerika Qo'shma Shtatlar hükümetinin Cungo halkını kutulduruşunu talep kıldı. Eğer Amerika uruş bilen Cungo'ga yetip keladigan bolsa, Cungo'da bir neçe 100 milyon adam Amerika armiyasiga yol başlaydı. Xi Jinping partiyanın halak buluşu, devletinin munqariz buluşu toğrusida to'xtaldi. Belki muşu aylıqı xabarda taşqarı chiqib ketdi degan xabar muşu bo'lsa kerak vatandaş. Partiya ichida kurash bir natijaga erishdi. Xi Jinping murassaga ma'qul bo'ldi. Nima bilan murassa qildi belgili bo'lmadi. Bu ma'zur kelgan xabar edi. Partiya ichida Xinda shirkati umumyuzli gumron bo'ldi. O'tganda biz Xinda shirkati, uy imorat shirkati dedik. Sizlarga so'zladik. Endi bu da Xinda shirkatini uzil kesil tarmar bo'ldi deb Jungoning o'zining ichki qismida emas, Hong Kong rayonida qonun adliya shunda hukm chiqadi. Şu hükümni chiqargan vaqtda tor betkilar bu kompartiyaning halok bo'lishining birinchi qadamiy degan gapni aytgan, so'zni aytgan edi vatandosh. Hozir endi yani shuni takrorlayotdi. Xinda shirkati umumyuzli gumron bo'ldi. Masalan, Hong Kong bu to'g'rida adliya qonun bilan buni hukm qildi. Xinda shirkatining gumron bo'lishi Xi Jinping siyosiy hokimiyatiga mana yana ketdi. Eng xatarlik bir omil bo'lib qoldi. Aynı vaqt shunda deyilgan Hong Kongda chiqarib nima Hong Kongda adliya Xinda shirkatining ustidan gap qilgan shuna bir gap bo'lganda bugun yana ketdi. Aynak televiziyasi 2. ayning 3. kuni YouTube. Bir xabar, endi bu xabar yangicha xabar. Amerika Iroq va Suriyadagi harbiy nishonlarga hujum qo'zg'ab odamsiz aeroplanning hujumi ostida vafot bo'lgan Amerika askariy qismlari uchun o'ch oldi. Mavzuli xabar 2. ayning 3. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Amerika O'rta Sharqda hujum qilish harakati qo'zg'ab, 1. ayning 28. kuni Iordaniyadagi Amerika harbiy bazasiga odamsiz aeroplan bilan hujum qilish voqeasidan o'ch oldi. Amerika Markaziy qo'mondonlik o'rni bayonotida bundoq ko'rsatdi. Amerika Markaziy qo'mondonlik organi buyruq berdi. Yani aynı vaqtda Suriye chegarasida, Iordaniya chegarasida Amerikaning arqisab mulozimat bilan shug'ullangan bir harbiy punkti yoki bazasimi deyli. Buningga nima dedik? Ironning gumoshtilari, ya'ni qurolliq gumoshtilari hujum qilib 3 nafar Amerika askariy qism vafot bo'ldi. 40 nechisi yardar bo'ldi degan edik. Bugun endi buningga Amerika armiyasi qo'mondonlik bosh organi buyruq berish bilan hozir bular hujum qo'zg'adi. Hujumda Amerika armiyasi harbiy aeroplanlarni ishlatdi. Prezident Joe Biden o'zi ham juma kuni tunugunlardan bayonot e'lon qilib, bunday ko'rsatdi. Bugun tushdan keyin mening ko'rsatmam bo'yicha Amerika armiyasi Iroq va Suriya ichidagi harbiy nishonlarga zarb berdi. O'tgan degan tuqqa Ironning qurolliq gumoshtilari bu nishonlardan foydalanib ular Amerika armiyasiga hujum qildi. Prezident Joe Biden bayonotida yana bunday ko'rsatdi. Bizdan javob qaytarishimiz bugundan boshlanadi. Biz tanlab olgan vaqt o'rin ichida hujumni davomlashtiramiz.
Yani şu vakti 1 ayının 28. günü yüz bergen Iordaniyadagi Amerika harbiy bazasidagi voqeaga nisbatan bugun endi Prezident Joe Biden o'zi ham bayonot e'lon qilib, o'zi ham yo'l ko'rsatib, ya ko'rsatma berib, Amerika bosh qo'mondonlik organi bu harakatni qo'zg'adi vatandosh. Endi yana bir xabar vatandoshim. Sepsetalarni fosh qilish kanali. Amerika ovozi. Rossiya Texas shtatini ozod qilishga yordam berishni xohlaydiganligini bildirdi. Jungo torbetlarida Amerikada ichki urushni muhokama qilishga yo'l qo'ydi. Mavzuli xabar 2-ayning 3-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington o'tgan bir necha hafta Amerika Federatsiyalik hukumati Texas shtati yerlik doiralar ko'chmanlar masalasida. Bilasizlar vatandosh, hozir bu ko'chmanlar Meksika orqali shu Texas shtatining chegarasida o'tyapti. Yaqindan beri nayt ko'payib ketib bo'libmi, Jungodan kelayotgan ko'chmanlar bak ko'payib ketgan edi. Bu to'g'rida hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari nima qaror oldi, buni belgili bo'lmadi. Hozir shu ko'chmanlar masalasi Texas xalqi ranjidi degan gap. Endi buningda Amerika Qo'shma Shtatlarining tutgan muomalasi desangiz yana insonparvarlik deylik buni. Masalan, mushu ko'chmanlar chegaraga keldi, Meksika orqali Amerika Texas shtati kirdi desangiz, Amerika xalqi hozirgacha bu yerda jiddiy harakat qo'llangan yo'q vatandosh. Agar mushu ko'chmanlar Jungo chegarasiga yetib kelgan bo'lsa, agar mushundaq ko'chmanlar Rossiya Federatsiyasining qaysi bir chegarasiga yetib kelgan bo'lsa, bu davlatlar qanday muomala qiladi vatandoshim? Bugun Rossiya Federatsiyasining matbuotlari va aloqador taraflari agar bu urushda debdi atalmış Amerika ichki urushida Texasga zarar bo'lsa, Texas shtati biz yordam beramiz. Texas shtatini ozod qilishga yordam beramiz deb. Mushu ko'chmanlar sening chegaralaring kelsa Rossiya Federatsiyasi qanday muomala qilsin? Shinimanki o'qish qirasan sen buni. Lekin Amerika har darajalik hukumatlar buningda odam dedi. Qarasa bola chaqinlarini quchoqlab ko'tarib kelayotgan bu ko'chmanlar, oila tavobatini yetilab kelayotgan bu ko'chmanlar, ostoyoqqa tayilib kelayotgan, og'rib kelayotgan bu ko'chmanlar Amerika hukumati hozirgacha ana shunday muomala qildi. Ichki jihatda nima ishlar bo'ldi biz uni bilmaymiz vatandosh. Bu Amerika tufrig'idagi ko'chmanlar va ko'chmanlarga qanday muomala qilish masalasi, mushu masalada Texas shtati bu qatam sal ranjiganda qilib chegara Texas shtatining chegarasida endi ranjiganda qildi. Shu munosabatlar hozir buni ko'ptirib, Jungo dediki hozir Amerikada ichki urush dedi. Rossiya dediki hozir biz Texas shtati o'zini ozod qilaman, yordam beramiz. Mana dushman davlatlar, yaqinda dushman davlatlar deb ayirgan edi-ku Amerika. Dushman davlatlar mushundaq paytda mushundaq dushmanlik qildi vatandosh. Mesela Rossiyada amaldorlar, Rossiya matbuotlari hozir Texas shtat chegarasi yuz bergan bu voqeaga barakalloh deyishdi. Ham Texas shtatining Amerikadan ayrilib ketishini qo'llaymiz deyishdi. Seleshtirganda Jungoda aloqador taraflar bu masalada o'zini tutib oldi. Hukumat taraf buni o'zini tutib oldi. Lekin hukumat amaldorlari, ya'ni Amerikaning davlat chegarasi yuz bergan bu ishlar to'g'risida hech nima demadi. Xitoyning amaldorlari hukumat chaqliq hech nima demadi. Biroq aloqador matbuotlar ham bu xabarni to'g'ridan to'g'ri xabar qildi. Yakunda burmilmidi, yakunda hujum qilmadi, yakunda kamsitmadi. Xitoy hukumatining bu qatim mush voqeadagi pozitsiyasi ana shunday qoldi. Ammo Jungo tor betlarda Amerikada ichki urush. Amerikada Texas shtati jiddiy holat e'lon qildi deydigan so'z va iboralarni tor betchilarning o'zaro muhokama qilishiga ichivetdi. Bunday nozik masalalarni cheklaydi Xitoyning tor betlari ichivetdi vatandosh. Bunday tor betlarni ichivetdi. Hozir mushu masalada boshda aytdik, Amerika Qo'shma Shtatlarining bu ko'chmanlarga tutgan muomalasi insoniy muomala.
Lekin insani muomala qilsin bir davlatning bunchoq besimni ko'tarishimi qiyin gap vatandosh. Shundoq ahvolda Teksas shtati fikr qildi deyli. Fikr qilish bilan tangli hozir buni ko'tarib, qamchilab degandek ham oshkora to'g'lab Rossiya Federatsiyasi yo'q qo'rqadak gapni Jungo hukumati o'zi hech narsa demagan holatdan biroq tor betni echib etib Jungo fuqarolarining ichki urush atalmış ichki urush Amerikada. Mushu to'g'rida fikr muhokama qilishga yo'l qo'ydi. Bu bir voqea ekan, sizlarni anglasin deb men yetkazib qo'ydim vatandoshim. Mening o'zimning ko'z qarashi yo'q orqadak. Onu sizlarga topshirdim vatandosh.